Biz ko'pchiligimiz kunida 24 soat vaqtimiz bor. Maqsadlarimiz, rejalarimiz, niyatlarimiz juda ko'p. Ulgurmaymiz, diqqat bo'lamiz, siqilamiz. Time management ilmini o'rganishga harakat qilamiz. Ishoning, bitta sizda bunaqa holat emas. Keyin ko'ngil to'lmaydi. Men maqsad qo'ysam, baribir erisha olmayman deb o'ziga bo'lgan ishonch pasayadi. Aslida holat o'zgarmaydi, munosabat o'zgaradi deydi. E'tibor qilgan bo'lsanglar, My Life Planner kitobimizda kompas bilan soatni chizganman. Time management ikkinchi o'rinda turadi. Kompas birinchi o'rinda. Men qayerga bormoqchiman? Meni niyatim qanaqa? 1 yildan keyin kim bo'lmoqchiman? 5 yildan keyin orqaga qarasam nimaga erishmoqchiman? 10 yildan keyin 30 ga kirsam, 35 ga kirsam, 40 ga kirsam, 45 ga, 50 ga, 60 ga kirsam kimga o'xshamoqchiman degan narsani oldin aniqlab, keyin time managementda har kuni o'sha yerga qaratib borishimiz juda muhim bo'ladi.